Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlarni e'tiboringizga Ahmed Batminning Ikkimiz haqimizda so'zlab ber menga asaridan parcha havola etaman. Ahmed Batminning Ikkimiz haqimizda so'zlab ber menga asarida bu asar sevgi, his-tuyg'ular va insoniy munosabatlar haqida yozilgan zamonaviy ruhdagi hayotiy hikoya hisoblanadi. Muallif o'ziga xos samimiy uslubda inson qalbidagi iztirob, sog'inch, kechirim va mehr tuyg'ularini tasvirlaydi. Asar o'quvchini hayotdagi kichik, ammo eng muhim qadriyatlarga e'tibor berishga undaydi. Ahmed Batman asarlarida bo'lgan kabi, bu kitobda ham muhabbat va hayot falsafasi chuqur yoritilgan. Mazkur asar faqat sevgi hikoyasi emas, balki insonning o'zini anglash, kechirish va hayotdagi o'rni haqida o'ylantiruvchi asar hisoblanadi. Mazkur asar samimiy tuyg'ularga boy, ruhiy kechirmalarni his etishni yoqtiradigan kitobxonlar uchun ayni muddao. U sizni o'ylantiradi, ilhom bag'ishlaydi va yuragingizga iliqlik keltiradi. Aziz kitobxonlar, Ahmed Batminning Ikkimiz haqimizda so'zlab ber menga asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tumani axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.